yaltirashini. Bunaqa bomba ampulani hayotda ko'rmagansizlar. Bittada 4 ta vazifani bajaradi. Yuzimizni sog'lom bo'lib yosharishga yordam beradi. Dog'larni, pigmentatsiyani samarali ravishda ketkazadi. Yuzimizdagi mayda ajinlardan xalos bo'lishimizga katta yordam beradi va eng asosiysi, quyosh nuridan himoya qilib yuzimiz oqarishga yordam beradi. Kelinglar birga obzor qilib ko'ramiz. Tashqi tomondan vitamin C ga boy bo'lgan mevalarni yeb parvarish qilamiz. Ushbu ampulam shunaqangi oppoq ko'rinishda, ko'ryapsizlarmi? Xuddi qor parchalariga o'xshaydi. Ertalab uxlashdan keyin bemalol surib olishingiz mumkin. Qo'limizda shunaqangi singdirib olib, yuzimizni rangiga moslab olamiz. Bu ampulamizni uxlashimizni eng oxirgi etapda bemalol suramiz. Alohida BB krem, tonalka surish shart emas, chunki ham quyoshdan himoya qiladi va yuzimizga chiroyli ton beradi. Ko'rdinglarmi, shuni o'zi shunaqangi yuzimizni oqartirib, tiniq qilib qo'ydi. Eng asosiysi yaltiroq effekt berdi. Va ustidan обязательно biz mis tepib olamiz. Kun davomida yuzimiz qurib qolishini oldini olamiz. O'shanda bizning yuzimiz hech qachon ajin tushmasdan nam holatda saqlanadi. Qaranglar farqini, yaltirashini. Yuzimizga dog' tushishini oldini oladi. Ajinlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Har doim yuzimiz shunaqangi yorqin, tabiiy, go'zal bo'lishga yordam beradi.